Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana yuzginasini sal ochamiz. Bu tegi qurt. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglar. Mana shunday ahvolda. Qayerda deysizlar mana Qarako'l Biyago'miz kanalini egasi Furqat akam o'ylariga kelganmiz. Ustozimiz o'zimizni mana ijoddalar suv sepib o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Ustoz, ahvollaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Charchamasdan. Mana shunday qilib Hamyurtlar sog'lomliklar tinchliklar. suvlar sepib o'tiribdilar mana ijoddalar. Ikkinchi baliqda bu suvdan qissak tamom bo'lmaydi. Suvdan ayirmasak tutmas kerak, ana ish ko'radi. Qancha qurtimiz bo'lsa, shuncha beg'um qilib yeb beraveradi. 3 oydan emas, 1 oyda yeb beraveradi. 2 santimetr so'rona. Bu nimaga bunaqa baland deganlar qiziqqanlar bo'lsa, bu O'zbekistonda 7 variant. Men o'zim ham oldin bunaqa qilmaganman. Ikki tarafga shunday ko'tarib, ikki tarafga go'ng tashiydim. Qurtlar o'zi ajraladi, lekin 1 oy, 1,5 oy kutaydim qurtlarimiz ajralishini. Lekin mana bu uslubda, ustozimiz uslubi bu haqiqatda 7ning 1 hafta, uzog'i 2 haftada o'sha 80-90% qurt go'ngdan ajralib, mana bu tepaga chiqib, mana unaqa setkadan mana tayyor biyago'miz ustiga tashaladi-da, keyin ustidan go'ng tashaladi mana. Qurtlarimiz o'sha eski tayyor biyago'mizdan tepaga yangi ovqatiga chiqaveradi mana. Mana. Qurtlar o'sha 1 hafta bo'libdi mana shuni tashalganiga. O'sha qurtlar o'sha mana g'ich-g'ich go'sht holatida. Go'sht holatida mana bu rektorlar hammasi shu ahvolda. Mana. O'sha mana qurtlar ajralib pashti chiqib bo'lgan. Hali bunda ko'p go'sht holatda. Master class sizlar qiziqqanlar bo'lsa, biyago'miz kerak bo'lsa, Kaliforniya yomg'ir qizil chuvalchanglari kerak bo'lsa, nomerlarini qoldiraman. Kanallarni ham atmetka qilib qo'yaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda qurt va cheklanmagan miqdorda biyago'mizlar bor. Narxlarini telefonlashib oladigan tonnangizga, kiloyingizga qarab arzonlashtirib, chiroyli kelishilgan narxlarda bo'laveradi. Bu sifatida mana oddiy usul, hech bir harakatsiz. Mana Bepulda bepul. 05 baklashgan teshib nima deydi? Ishlamagan kalla qo'li azob beradi deydi, ishlagan kalla qo'li rohat beradi deydi-ku. Ustoz gallas ko'p qattiq ishlar ishlaydi. Oddiy narsani o'ylamagan ishlaringizni osonlashtirib ketaveradilar. So'zi da'valanasiga qarab teshikcha qilaverasizlar. Mana. Nima maslahat berasiz yangi boshlamoqchi bo'lganlara, boshlaydilara, bilmaganlara? Qo'rqmasin. Agar ish yoqmas bo'lmasa, mehnat sevar bo'lsa, aynan shular ishi bu. Mana. Mehnat ham qiladi, maza qilib pul ham ishlaydi. Lekin darrov boy bo'laman deganlar, ishi boshqa ish qilaversin, taksichilik qilaversin. Inshaalloh katta tadbirkorlarimizga ham murojaatimiz shu. Kattaroq parniklar, kattaroq gulchilar, yeri borlar, yeri juda foydali oziqa. O'zi har yil bu yerda, mana bu yerda kichkina yercha bordi. Praktika qilaydilar, pomidor, kartoshka, kanalda videolari ham bor. Qanaqa foydaliligini bilmaganlar uchun. Bu yil endi ish ko'payib, hozir Xudo xohlasa bir 30 sotiqmi, 40 sotiq yer olib kattaroq qilyaptilar biznesi. Xudo xohlasa uni ham bir kun borib video qilamiz. Inshaalloh bitgandan keyin. Hammalaringizga omad. Kimi yerlarda mazasi bo'lmayotgan bo'lsa, ekinlari mana biyago'miz bilan sinab ko'ringlar, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi.
yera, ekinlara, gulchiliga, parnikchilara aloqaga chiqasizlar, nomerlarni qoldiramiz. Qurt kerak bo'lsa ham, qanaqa qilishni bilmayotganlar bo'lsa ham telefon qilib maslahat olsangizlar bo'ladi. Hammalaringiz omad. Charchamanglar. Hammalaringiz omad, charchamanglar. Aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni qo'yaman inshaalloh. Qurt kerakmi, biagomuz kerakmi? Hammasi bor. Cheklanmagan miqdorda asosiysi. Narxlari ham kelishtirib, chiroyli qilib beradilar. Hammaga omad, charchamanglar. Qo'llarim ham go'ngga e'tibor bermaysizlar, bu pul bu.